Badamgulning o'limi go'yo Zoyidga yangidan hayotlik baxsh etgandek xushallik bo'lib tuyuldi. Shu kechadagi fojiadan keyin u oromxo'da uxlaydigan, og'zi tetib tomoq yeydigan bo'ldi. Keyingi kunlarda Badamgul uningga xuddi jonga tikilib turgan bir xil tahdid, vahimadek bo'lib qolgan edi. U Badamgulning kunlarining birida lavzdan yenib, o'zi bilan ovoz baxtini pash qilib qo'yishidan ansiraydi. Uning o'ychan mo'ngluq ko'zlari, majnun sifat qiyofati hamisha nimadandir qudiksirab, aloqsabrik ichida yurishi Zoyidga hamon bir kun aqliga kelib, haqiqiy ahvolni oshkorlab qo'ydigandekla sirliq gumonliq tuyulatdi. Badamgul bir kun hayot bo'lsa, uning beshidagi vahimami bir kun mavjud edi. Shu u parishon edi. Kecha-kunduz bir xil sarosima va andish ishida edi. Badamgulning tuyuqsiz o'limi uning turmushini ostin-ustin qildi. U qalbini chirim olgan og'ir darddan qutulgandek yenik va ozoda nafas oldi. Endi u bu dunyoning arkisidek, xo'jasidek xohlagancha o'ynab, kulib, xotirjam yursa bo'laveradi. Ko'ngli xotirjam bo'lib edi, endi uningda ijodiyat to'g'risida yangi orzu-havaslar tug'ildi. Uning o'ylagan mavzulari ko'p edi. U do'sti Qosim Shatarang o'zbekchadan tarjima qilib bergan surat, boshsiz haykal, yana Pushkinning Sigallar qatorliq dostonlarini o'qib chiqqandan keyin ashundoq bir katta doston yozib, birdilla nom chiqarishning planini tuzdi. Lekin qadamni qandoq elishni bilmaydi. Fikri xira, tafakkuri mujmal edi. Hatto tasavvurimi yo'q deyarlik edi. Shundaq turug'liq uning o'zini chaqlamay bundoq cho'ng g'ayratga kelishiga yana bir tarafdan o'tganda Salay Qoshongning uni o'g'it shoiri deb masxir qilganligini bir sabab bo'lgan edi. Shu xiyol bilan u xuddi bir kechada tuyuqsiz bulduqlab chiqqan buloqdek ulug' dostondan birini yezib, o'zining to'pig'i ko'milib qolgan go'har ekanligini, boshqalarning bo'lsa yendiki go'harni sezilmagan do'klar ekanligini isbotlamoqchi bo'ldi. Lekin u qog'ining hech qachon bir kechada o'zgarib, bulbuldek sayrayolmaydiganligini, she'riyat hargizmi bir ikki kunda tajriba qilib tuyuqsiz natijasi chiqadigan fizika yoki ximiya emasligini o'ylab baxmagan edi. Shuna u uzungacha o'zining bundoq bosh oyog'i yo'q plani ichida sarson bo'lib yuradi. Sarsonlikdan uni yana ovoz baxti qutqizdi. Badamgul o'lib, yo'shirin bir ofat yildizi kesildi, dedi u Zoyidning ko'ngliga doston yozish planini chalg'itib. Lekin ko'nglim yana bir ofatning borligini sezib turibdi. Yana qanday ofat u? So'radi Zoyid o'liqib. Siz Badamguldan biror narsaning qolganligini sezmadingizmi? dedi ovoz baxti sinchilarga xos gumon va sazgurlik bilan. Masalan, xat yoki vasiyat so'zi degandek. Yo'q, menimcha undaq narsa yo'q-ku. Yo'q bo'lsa, yaxshi, lekin bor bo'lib qolsa-chi. Ovoz baxti ko'zlarini qisib, donolik bilan fikr yurgizishga boshladi. Har qanday odam o'lishdan burun ko'nglidagi gaplarni qilib olishga oldiraydi. Uning ustiga Badamgul uning o'limi shundoq tuyuqsiz tasadduqiy o'lim emas, balki uzun vaqt o'ylanishdan o'tgan, qiladiganni qilib olib, deydiganni davelib bo'lgan o'lim. Shunga u cho'qim bir narsani qoldirib ketdi. Agar shundoq bo'lsa, u biz uchun muddatlik portlaydigan bomba bo'ladi. O'xshashli yo'shirin xavfdan qutula olmaymiz. Endi qanday qilamiz? Zoyidning ko'zlari chechchaydi. Ko'ngliga yana vasvasa tushdi. Katta doston yozish planini teri-teran bo'lib ketdi. Siz Badamgulning yaqin do'stlarini tanqoqlab beqing. Agar o'zingiz yaqinlasha olmasangiz, ishonchli qizlarni ularning orasiga kirgizing. Bo'ladi. Men shunday qilay. Ansa darhol tutish qarang. Ovoz baxtining bundoq tuyuqsiz dona ham sagak bo'lib ketishida muhim bir sabab bor edi. Yaqindan beri uningga nusrat yuzlandi. Baxt qushi besha qo'nish oldi turadi. Ovoz baxti fakultet mudiri bo'ladi ekan.
Yaqub Kerimi 2-chi satga o'tadigan degan gaplar yuqur tuvan cho'mkichikning og'zida eqib yuradi. Kadrlar xizmatiga mas'ul muavin shoji Samar Temurmu bu ishdan uningga aniq bishorat berdi. Hamma ish bitgan edi. Faqat partkom bir yig'in echib, oxir qarorni chiqarsa bo'ladi. Dan shu chaqda kutilmagan bir ish yuz berib, turmush yana ostin-ustin bo'lib ketdi. Havas taxtining ko'zlaridagi xushalliq, tamanna uchqunlari birdan yo'qoldi. Yaqindan beri paydo bo'lgan shodiyona kayfiyatidan asarmi qolmadi. Go'yo ko'zga ko'rinib qolgan g'albi tog'lari yiqilib, umid chiroqlari o'chgandek bo'ldi. Turmush degan ajoyibda. U boshdan oyoq turli tasodibiyliklarga to'lgan bo'ladi. Jinrong Bejangdan qaytib keldi. Kelgandimi samirib, oqirib, ruhlanib keldi. Cho'ng tekshirishda u rak kasali bo'lmay chiqdi. Bu xabar ba'zilarni xushal qilsa, ba'zilarni besaramjon qilibdi. Lekin u qaytib kelgan kuni aerodromga yana birinchi bo'lib o'z vaqtida qarsini ko'rsatmagan, hozir besaramjon bo'layotgan sirdoshlar chandurmay o'milib chiqishdi. O'zlarining Xudodan shundoq bo'lishini tilaganliklarini og'izdan sholi chashirtib turib aytishdi. Xushalliqdan ko'z yosh qilishdan bo'ldi. Lekin bu ta'sirli ko'rinishlar Jinrongga qilch ta'sir qilmadi. Chunki u xil aqlini topgan. Hayotni, odamlarni burunqidan obdanroq tushunib qolgan edi. U kelibla ish boshladi. Birinchi kadrlarning shu qatorda Havas baxtining taqdiri o'zgarib ketdi. Bu to'g'rida Jinrong partkom yig'inida tushuntirib, "Men bir o'lib, bir tirildim. Bu qisqagina vaqt menga bir umr yetkidek saboq bo'ldi", dedi. Turmush tuyuqsiz ostin-ustin bo'lib ketgan bundaq davolg'ush paytida agar Ovoz vaqtining Salim apandi qilgan ziyonkashlik ahvoli oshkorinib qolsa, ohoy, u chaqda uning hozirgi siyosiy yetakchilik o'rni tugul oddiy o'qituvchilik salohiyatini saqlab qolishimi ba'zi mushkul edi. Shu u o'ziga tegishli ishlarning hammasida nihoyat ehtiyotchan ham sagak bo'lib ketgan edi. Zayid hech qancha kuchmayla yeng bir uchog'i ega bo'ldi. U g'unch qizning yatoqdashi Ayzim Omoqni kinoga opirib so'zlashib edi, uning vat-vat og'zi besilmayli ketdi. "Ras, bodam dil xat yozib qoldirgandek qiladi. G'unch qiz pat-pat beshini yo'qqanga purkib, bir xatni o'qib yig'lab ketdi. Bu xatda jazman nurg'un narsalar yozilgan." "Shu xatni qo'lga tushirib bo'ladimi, Ayzim?" so'radi Zayid qizni qo'ltiqlab ketib etib. "Shunday qilishning zaruriyati bormi?" Ayzim Omoq undan yondirib so'radi. "Bor, aslida u xatni menga yozish kerak edi", dedi Zayid xubsanlik qilib. "Lekin do'sti g'unch qizga yezib qoldiribdi. Men bu bir ko'rib boqay deyman, chunki uningdan qolgan birdan-bir tabarruk narsa shu xatda. Agar sizga kerak bo'lsa, men bir amal qilib boqay", dedi Ayzim Omoq Zayidga yaxshi ko'rinish uchun. Bir qatam g'unch qiz u xatni yostiqning ortiga yo'shirib qolgandek qilib edi. "Ahdini qo'lga tushiring. Buning badaliga nurg'un in'omda yaxshiliklarga erishsiz." Zayid bu gaplar bilan uningga ittifoqqa o'tkazish ham imtihonlarda yordam qilish bishoratini bergan edi. "Bo'ladi, men cho'qim qo'lga tushiraman", dedi qizning ko'nglida bir narsalarni pamlab. Ayzim Omoq chiroy shakli kelishgan, figurasi joyida qiz bo'lsin, lekin aqli naqsroq edi. Bu ishda uning aqlsizligi mana mandabda chiqib qoldi. U xatni tepish uchun xuddi yinqirab ketgan itdek u yer bu yerni timsiqlab xatni tepib oldi. Zayid bilan Havas baxtini go'yo g'oyibona ajal o'qidan vahimaga selib qo'ygan xat oxir ularning qo'liga tushib, o'zining kuchli tahdid va xavfini yo'qotdi. Xatning tuyuqsiz yo'qolib ketishi g'unch qizni chunqur o'ylantirib qo'ydi. Keyingi kunlarda u asta-asta esiga kelib, xatdagi mazmunlarni barg'ansir chunqur tushungan. Uning Havas baxti bilan Zayidning shumliqlarini echib tashlab, Salim apandini qutqizib qolgudek ilohiy qudratga ega ekanligini sezgan, shunga uni tashkilga topshirib berishning zo'rligini his qilgan edi. Xat dal mana shu vaqtda yo'qolib, uni ham hayron qoldirdi, ham gumonlantirib qo'ydi. U uyan o'ylab, oxir bu ishni Oqniyozni xabarlantirib qo'yish niyatiga keldi. "Otla,
yomon bo'pti, bek yomon bo'pti. dedi Aqniyaz hamma gaplarni anglab bo'lgandan keyin xursandgan, titik bo'lgan holda. Nihoyat ajallik ta'kid ekan. Biror gumonlangan odamimiz bormi? Bizning yotoqdagi ayzim umoqdan gumon qilyapman, dedi G'unch qiz xeyli ishonch bilan. O'tgan kun u tuyuqsiz Badamgulning gapini qilib, xat, vasiyatnoma degandek narsalarning izdirgini qilib ketgan edi. Siz deganmidingiz? Ha, men xat qoldirib ketib turgan edim. Aniq bo'ldi. Xat jazmashilarning qo'liga tushib ketibdi. dedi Aqniyaz cho'nqur o'kinish bilan. Ovoz yetakchi bo'shamaskan. Uni yana chaqqan chiqibdi. Bo'ldi, endi bu ishni bizga qo'yib beram. Sizga rahmat qo'l chiqib. Aqniyazning tishira g'uchirlab, yo'g'on ugilik misran qo'llari alamdan titrab ketdi. U o'zi bilan o'zi so'zlashgandek past, lekin g'azabli ovozda mundaq dedi. Hey Zoyid, sen nima o'ylab nimalarni qilib yuradigansan? Bizga gap qilmadi deb askalkani qilaverma. Goch odam chushir yeganda son yolmusimi? Ko'nglida hisobini qiladi. Bu dunyoning ishlari hargizmi sening va ovoz yetakchining xiyoli, irodasi bo'yicha bo'lib ketmaydi. Zoyid xuddi musallas ichib qiyomiga yetgan odamdek ko'zlarini xumarlashtirib, g'oldi-g'uldan mengib ketyotdi. Makkaram Matqosim uni orqa tarafdan u yaxshi ko'radigan otoq bilan chaqirdi. Zoyid sho'ji, to'xta, muhim bir gap bor. Zoyid to'xtadi va yerim burilib, gedaygan holda so'radi. Xo'sh, nima gap yo'ldosh Makkaram? Yaxshi gap, dedi Makkaram Matqosim yaqinlab kelib. Sizni men Osiyaning o'rinda kinoga taklif qilmoqchi. Osiya? Bu ismni anglab Zoyidning yuraklari o'ynab ketdi. Bu qiz adabiyot fakultetiga bu yil yangi kelgan o'quvchilardan edi. U Makkaram Matqosim bilan bir yurtliq bo'lib, uni aks o'rinda ko'ratdi, ham o'zining himoyachisi deb bilatdi. Yaqindan beri Zoyidning bu qizga ko'zi tushib qolgan edi. Vujudida mushu muqaddas sharq zaminida o'sgan ayollarning an'anaviy go'zalligi jilva qiladigan o'moq, muloyim bu qiz shu kunlarda Zoyidning asl-hushini yo'qotib qo'ygan edi. Osiya bilan birga kinoga bormoqchi edi. deb tushuntirishga boshladi Makkaram Matqosim. Sizga mo bir biletni qo'shib olg'im keldi. Qarasam, siz u qizning piydi yurgandek qilasiz. Aqlingizga barakalloh, Makkaram, deb hayajonlanib ketdi Zoyid. Qarama, ko'nglimdikini bilib, og'intarchilik qilganligingizni, himmatingizga rahmat. Men buni aslab yondiraman. Qaysi kino ekan, qaysi klubga boramiz? Shanxayda ishlangan, ko'kargan quruq daraxt degan kino soat 8 da CCDJ klubiga boramiz. Bo'ladi, men tayyor. Ular soat 8 ga chorak qolganda maktabning orqa yo'li bilan Xongchun tarafga qarab mangdi. Osiya qani, bilmayman-da, so'rdi Zoyid oldi orqa qarab qo'yib. U yana bir og'inisi bilan oldimizga ketdi, dedi Makkaram Matqosim uni xotirjam qilib. Kinoga uchrashmoqchi bo'ldi. 4 bilet bir yerni. Ikkisi cho'ng yo'lga yaqin yerdagi jigdilikning yeniga kelganda, qorong'ulashgan jigdilik ichidan tuyuqsiz 3 odam chiqib, ularning oldida to'g'ri turdi. Zoyid xira-xira qorong'ulikda bir qarab ularni tanidi va bir oz hayron bo'lgandek duduqlab so'radi. Nima? Sizlarmi kinoga boramsizlar? Ularning ichidan birisi qo'pol ovozda ma'nili javob berdi. Yo'q, biz bormaymiz. Bu yerda kino qo'yamiz. Zoyidning tuyg'un yurgan bir narsani sezgandek qattiq so'qib ketdi. Oldi turgan bu odamlarning chiroyi, qiyofati va alpoziga qarab, u o'zining qiltoqqa tushganligini bildida atrofga aloq-jaloq qarab titrab qaradi. Qani, bu yerga marhamat, Zoyid sho'ji, deb jigdilik tarafni ko'rsatdi Salay qasham. Bu yerda sizga jinoyat va jazo nomli maxsus bir kino tayyorlangan. Birga ko'ramiz. Zoyid qochmoqchi bo'lib orqa qayrilib edi, allaqachon tayyorlanib turgan Aqniyaz bilan Goyit Mayit kap qilib patangdan oldi. Salay uning mo'risidan tutdi.
Makkara Matqosim gechkisidan ittirdi. Zoyid g'idin-fitin qilolmay qoldi. 4 saboqdosh uni ittirib so'rab, jigdirikning ichkirisiga elib kirib ketdi. Oydin kecha edi. Ay sho'lasi quyuq jigdi shoxlari bilan sarg'aygan yo'pirmoqlar orasidan o'tib, qorong'uda cho'kkan daraxtlarlikni olib bo'lmas yo'ritib turardi. Odamsiz jimjit bo'shliqqa aylangan bu pinhon makondan pishib qurishga boshlagan o't-jib, gul-giyohlarning bir-biriga aralashib ketgan chuchuk, xushbo'y ham qonsiz purq tarqaladi. Atrofdan uyuq sirg'an qushlarning onda-sonda sayrashlari anglanib turardi. 4 saboqdosh Zoidni qattiq qismoqqa oldi. Qo'lini bir tal bo'g'ishda bog'lab, o'ttirga o'rtirg'izdi. Uning oldida Salay, orqadan Aqniyaz. İki tarafida G'oyib Moyit bilan Makkara Matqosim saprab turardi. "Axinla, bu nima ish-edi?" dedi Zoid texnik petidan tushmay. "Ey Salay, sizlardan nima qilmoqchi? Og'zim yo'q." dedi Salay birdilla varqirab. "Mening ismim Salay emas, Nurshirvon Odil. Men bugungi mush adolat sotining bosh sotchisi. Ava orqamda turgan kishi bu dunyodagi zulmatlarni ko'ydirish uchun kelgan o't xudosi Promti. Ishki yeningda turg'ini jazo Azroili Munkir bilan Nakir. Am sot boshlandi. Da'vogar so'zsiz bo'ladi." Aqniyaz so'zlashga boshladi. Uning ovozi metaldek so'g'uq ham qattiq edi. "Zoid, sen bizning oramizga tiling bilan tikan terdi. Endi o'tgan yurak qadaldi. Shuni bugun biz ochiq paylmay seni biroz besaranjon qilib qo'ydigan bo'ldi. O'zing tergan tikanni o'zing olmasang bo'lmaydi. Xatni." "Xat? Qaysi xat?" dedi Zoid bo'ynini mastush o'rdakdek so'zib. "Qussanlik qilma!" deb ogohlantirdi. "Agar bugun sen yavaşlık bilan qilgan atganlaringni iqror qilmasang, mush yerda ikki tashlab berib, ko'rmasdan ketaveramiz", dedi Zoid. "Abdullah emas." Zoid ko'rinlik bilan dimog'ini qoqdi. "Bugun tushlar uchun ziyon tortsizlar, cho'ng ziyon tortsizlar. Zoid, to'liq qopshimay xatni topshir", dedi Aqniyaz taq bo'lib. "Bugun sen bilan dardlash qilmaymiz. Balki sendan hisob olamiz. Qachqani? Bilmayman. Mankim xat berib ekan. Ya'ni o'tib deydigan yering bo'lsa, jazo mana." Aqniyaz mushtirni bosgandek tugib Zoidga devaylab keldi. "Endi sen deb o'pka qoqadigan yerlarimiz tugab ketgan juma. Zoid, o'shani top, bo'lmasa kechikib qolsan", dedi G'oyib Moyit uni ogohlantirib. "Qaysi xat deysan ku? Ayzim omoqni aldab, g'unch qizil o'g'irlab qilgan xatchi. Hatto Bodomgulning nimalarni yozganligi bizga ayon. Endi to'liq xursandlik qilma." Bu ogohlantirish Zoidni tamtirtib qo'ydi. U bir tarafdan yeri chiqqan to'pdek bo'shib, salpishga boshlasa-mu, lekin yana bir tarafdan taqdirga tandargis kelmay, jon-jahdi bilan Tokitdan o'zini qochirishga urindi. "Ustadlik qilma!" deb uning yeni fikrini echib boshladi Salay. "Sen ovoz yetakchi bilan birlashib, Bodomgulning istiqbolini nobud qilding. Uni aldab, besib ishlatib, o'zining gunohini Salim apandiga ortib qo'yding. Oxir Bodomgul o'rnimiz chidamay o'lib berishga majbur bo'ldi. Senda ozroqmi insoniy vijdon degan narsa bormi, Zoid? Sen qanday qilib o'zing yaxshi ko'rgan qizning hayotini vayron qilishga? Dilingga ma'rifat o'tini yoqqan, ustozingga qarshi mush ko'tarishga jur'at qilding. Bularni o'ylasang vijdoning azoblanmamdi. Uningda insoniy vijdon degan nima ish qiladi?" Aqniyazning g'azab va alamga to'lgan bo'g'iq ovozi anglandi. "Azaldan munofiq odamda iymon bo'lmaydi. Iymonsiz odamning vijdon azobida qiynalishi yo'q ekan." Zoidning birdali yuragi oqqandek bo'ldi. Chiroydagi ko'ranglik alomatlari yo'qoldi. Vujudida aks etgan boyiqi bo'yin tavliq, nasib-nasibga o'xshash tashqin jasoratini ojizlab, put-qo'liga titrab o'ylashdi. U raqiblarining o'z siridan bunchalik aniq xabardor ekanligini o'ylab baxmagan edi. U hamma ishlarni joy-joyida, shamol kirmaydigan yimilsiz yim qilyaptim deb o'ylaydi. Kim bilsin, uning nazaridagi maxfiy pinhon ishlar bugun bu kang jigdilikda to'rt raqibining og'zida oshkora bemalol so'zilyapmandi. Hey, bigiz topda yotmaydi ekanda.
Agar Zoid bu ishlarni ozroqni iqror qilsa, o'zini havas baxtini halokat girdobiga ittirgan bo'ladi. Bu uning ko'ngliga ayon, xuddi osmonda quyoshdek ayon edi. Shuni u jam tikib bo'lsa-mu, bu mushkullikdan qutulmasi bo'lmaydi. Taqdir istiqbol to'g'risida xiyollar uni tamkinlashtirib qo'ydi. Putqo'lidagi titrakmi asta-asta to'xtadi. Atrofida hurpib turgan to'rt raqibimi endi uning ko'ziga unchalik qo'rqinchli ko'rinmay qoldi. Deysimi ular uning bilan kunda necha qatam do'qirishib yuradigan kichkina mitriqlar. Ular ittifoqning oddiy a'zosi. U bo'lsa ittifoqning yo'g'on shujisi. Har qancha savol so'roq qilsa-mu, og'zini yem qilib olsa nima qila oladi? Nayt kelsa bir necha shapaloq urar. O'g'il bola uchun bir necha shapaloq degan nimati? Keyin tehi ular uning dardini tartadi. Og'zini chin tut Zoid. Sabrlik, chidamliq bo'l. Og'zing qon bilan to'lib ketsa-mu, dushmanning oldida tukurma. Qalbi sana yar. Zoid vujudida tuyuqsiz paydo bo'lgan ana shunday ilohiy jasoratning kuchi bilan yenidikilarga chekchib qarab varqirashga boshladi. Sizlar ahmoqlar, menga to'ymat qilyapsizlar. Sizlarning da'vatdan gapinglar bangini xiyoli, quruq paras. O'tgan kishilarning hammasiga tashkil, rahbarni qaror chiqarib bo'lgan. Uni hech kim ag'dirib yetolmaydi. Sizlarning qo'linglardan hech kelmaydi. Bugunkisi qatli gartinglar uchun gap ko'rdiganni ko'rsizlar. Eng yaxshisi meni vaqtida qo'yib yetinglar. Bu bir o'yin bo'lib qolsin. To'g'ri, bu bir o'yin. Dedi Salay tamkinlik bilan. Lekin uning qiziq yeriga tex kelmadi. Davomlashtirmasak bo'lmaydi. Qani, munkir-nakirlar, endi sizlar o'yininglarni boshlanglar. Shu gap bilan tang Makkaram Matqosim qo'lchiroqni vallada yondirdi. G'oyib mayi kichik bir jigirin so'mkisining og'zini ochdi. Minishganligiga hanglik qarab turgan Zoidning oldida yo'g'on bir chariyilan vishildab bosh ko'tardi. Qo'rqindan ko'zlari chekchib, o'ngsil o'sgan Zoid voyjon deb varqirganicha o'zini orqaga otdi. Lekin Oqniyozning kuchli qo'llari uning gajgisidan qamonlab tutib, qimirlig'ini qo'ymadi. Bo'g'ning belikidek yo'g'onliqdagi surlik yilon dammidan ochmoq tilini so'zib, to'lg'angan beshildigan holda Zoid qarab suylab kelishga boshladi. Makkaram Matqosimning qo'lidagi chiroqning kuchli nuri uning harakatini yo'ritib turatdi. Qo'rqish vahimadan Zoidning yuragi qibidan chiqqandek so'qib ketdi. Butun badaniga bazgak tisirga o'lashdi. Tili qalvalashib, tishiri kasildab ketdi. Endi o'rab ketib aytasan, Zoid. Dedi Salay qattiq tahdid bilan. Bo'lmasa yilonni bo'yniga o'rab qo'yib biz ketib beramiz. Birini nashtar urib jiningni oladi. Yilon chiqib o'lgan bo'lsa tugaydi. Qanda aytamsan yoki ajrini kutamsan? Aytay, yilonni qo'yib yetinglar. Dedi Zoid o'liqib yalvorib. Xo'sh bo'lay, darrov qo'yib yetinglar. Men aytay. Piliga o'xshash kuchli qomatli hayvonning kichkina chashqan kushandisi bo'lgandek, o'zini hech kimga tan qilmaydigan manmanchi Zoidning eng qo'rqadigan ajalli kushandisi yilon edi. U yilonning o'zini ko'rish tugul, u to'g'risidagi gapni anglasa-mu, ko'zlari tinib chiroy sarg'ayib ketadi. Uning bu ojizligi 2-yillik o'qiyotganda, yoshlar o'stan qurilishiga amgaki chiqqanda ma'lum bo'lib qolgan edi. Kimdir birsi qiziqchilik qilib qo'l yog'liqiga o'ralgan kichkina bir tugunchakni uningga berdi. U qaysi qizning yordamchisi bu degan qiziqish bilan tugunchakni ochdi. Tugunchakdan bir narsa lo'mmidi beshini ko'tardi. Zoid voyjon deb varqirganicha qo'lidagi tugunchakni tashlab orqaga tajidi. U yengil suv boshlangan tosh o'stanning bo'yida bo'lg'achqa o'zini tutib olmay o'stanga tushib ketdi. Uning shiddatli eqin xeyli yerga do'milib bordi. Shu chaqda Oqniyoz, Shavkat va turg'unlar uni qutqizib qolgan edi. Bu ish o'quvchilar ishida xeyli kunlarga chaqchaq va latifaning temisi bo'lib qoldi. Aslida hiliq tugunchakdan chiqqani melon talolaridan to'qilgan qizlarning balbeg'i bo'lib, birisi uni chiroyli turmilaklab, yog'liqqa o'rab Zoidni qasddan qo'rqitish uchun qaysi bir qizning sovg'ati sifatida uningga bergan edi. Degandek irmash-chirmash qilib to'qilgan surranglik balvog'ining to'qiliq beshi yog'liqni etish bilan tang elastiklik holda lo'mmada ko'tarilib, Zoidning ko'ziga ba'ayni sirlik yilonda qo'rqinchli ko'ringan edi. Mana shu qatam Zoid o'zining dunyoda eng qo'rqadigan narsasi yilon ekanligini oshkorlagan.
saboqdoshlari uning eng ajallik ojizligi yilondan qo'rqish ekanligini bilgan edi. Bu qatam to'rt saboqdosh uni qanday iqror qildirishni maslahatlashganda 2 yil burunqi ana shuni ishlarni eslab, uni urib jismoniy jihatdan qiynagandan ko'ra ruhiy jihatdan qo'rqitib iqror qildirishning yaxshiliklari ustida so'zlashgan. Va shu maqsadda bugun tushdan keyin Oqniyoz bilan G'oyib Mayib O'lanbay yo'lidagi sasliqdan mana shu zaharsiz suv yilini tutib kelishgan edi. Zayed Alaqsadri kishida iqror qilishga boshladi. G'oyib Mayib yilonni quyuqidan tutib, uning ko'z oldida pulanitib turardi. Xatni ko'ndiribdi. Dil o va uningdagi mazmunlarini duduqlab so'zlab, Salim apandining tuhmat bilan qarlanganligini iqror qildi. Salay uningga jiddiy buyruq tushirdi. Egizda iqror qilganlaringni darhol ma'lum qog'ozga yozib qo'lingni qo'y. U bir parcha qog'oz bilan qalamni uning qo'liga tutqizdi. Matkerim matqasim qo'lchirog'ni tutib berdi. G'oyib Mayib yilonni yig'ishtirib qo'yib, Oqniyoz bilan tamaki chekishga tutishdi. Shu chaqda jigdilikning yemdagi yo'ldan kinodan yongan o'quvchilarning varang-churingi bilan kulki chaqchaqlari anglanishga boshladi. Zayed g'oyibona bir madadga erishgandek jonlanib qoldi. U shundoq bir chaqqonlik ham cho'ng yuraklik bilan Makkaram Matqasimning qo'ldagi chiroqni urib tushirib, odam bormi qutqizinglar deb baqirganicha o'zini yo'l tarafga otdi. Yo'ldan o'tayotganlar uning ovozini anglab, o'pir-to'pir bo'lishdi. Fursat qo'ldan ketdi. Vah, esit, Zayed yana qutulib qoldi. Anglavatqaninglar bir qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bu yara hayot baxsh o'stan bo'yi xuddi sening do'stlaringdek yurak sirlaringni anglaydi. Dardlaringni yengillatib, xushalliqingga xushalliq baxsh etadi. Dilqut xazinasi. Bu yara odamni g'am andishidan xalos qiladi. Hayotning go'zalligiga, muhabbatga, sevgiga zavq va huzur bag'ishlaydi. Uning mangu uyg'oq tabiati, tinimsiz sharqirishi sening yurak harakating bilan birlashib, seni texmi yuksaklikka, texmi sapliqqa elib ketadi. Ikki do'st Oqniyoz bilan Shavkat bugun yakshanba tushdan keyin Urumchi o'stinining ana shunday salqin, dilkash bu yerga kelib, uzoq paranglashib o'tirdi. Shavkat, amgak jiddiy bo'lgan o'xshamamdi. Dedi Oqniyoz do'stining qaridab ketgan harg'in chiroyiga qarab. O'z vaqtida Tashoning iznikini ko'krakka taqiganda hech qanday eg'irlik sezmagan bo'lg'aysan. Endi dehqonchilik maydonining iznikini dumbut ko'targanda charchab qoldingmi nima? Yaqindan beri xeyli juda qolsan. To'g'ri dedim. Dedi Shavkat ikki olqini bilan yuzini silab qo'yib. Ehtimol emgak bilan vujudimdan burjuaziyaning illatlari chiqib ketib, xosa proletariatning elementlari qolgan o'xshaydi. Shunga biroz judan ko'rinsam kerak. Ikkisi tangni ma'nilik kulishib ketdi. Bir daqiqalik ko'rkan va sukutdan keyin Shavkat o'yga cho'mgan holda so'radi. "Eri qishloqning bo'p ketdi Oqniyoz. Salim apandi oshundoq uvolchilik bilan o'tib ketaverami?" "Yo'q, undoq o'tib ketmas." dedi Oqniyoz ishonch va umid bilan. "Hozircha garchi nomatlarning changili mardlarning yoqisida bo'lsa-mu, lekin uzunga qolmay bu ta'tirpalak o'zgaradi. Xuddi quyosh chiqish bilan tang tuman tarqagandek go'zal, chiroyli bo'lib o'zgaradi. Biz hozir o'qituvchi va o'quvchilar orasida jamoat fikr tayyorlayapmiz. Eli xatni o'qigan G'onchi qiz bilan jigdilikda Zoidning eg'iz iqrorini anglagan to'timiz qo'shilib, maktab partikomiga bir xat yozdik. Menimcha bu xat jazman rahbarlikning diqqatini qo'zg'aydi." "Shundoq bo'lsin, ilohim." dedi Shavkat va xuddi jangoldagi quruq so'ksokdek yeriklashib ketgan qo'llar bilan Oqniyozning yelkasiga qiqib turib davom qildi. "Do'stim, men yaqindan buyon nurg'un narsalarni o'yladim. Nurg'un narsalarni tushundim. Eng cho'nqur tushungan narsam dushmanning sanga otgan teshi zahmat teshi emas, balki rahmat teshi ekan. Uningdan qolgan iz, azob izi emas, balki saodat izi ekan. Men yodimga keltirdim. Bilamsan, nimani? O'sha birinchi, ikkinchi yillik vaqtimizda belli turgan sinib yotoqlarni. Oldirangdagi tomlar, pelin, matrasliq karavatlar.
jigarrang sirli qator-qator portalar, qavat-qavat parvoyliq binolar. Mana shu vaqtda men hayotni, do'stlikni, muhabbatni tushungandek qilardim. Hamma narsa hal bo'lgandek tuyulardi. Endi bo'lsa, o'zing ko'rib tursan. Qancha vaqtda behuda o'tib ketdi. So'zlashning nima keragi bor? Ömür o'tib ketyapti. Biroq hozir ba'zi narsalar, albatta siyosiy hayotga, odamga bog'liq narsalar tushunishlik bo'lishga boshladi. Shundoq, tushunishlik bo'lishga boshladi. deb uning so'zini quvvatladi Oqniyoz, xuddi o'zi bilan o'zi so'zlashayotgandek cho'nqur bir ichki tuyg'u bilan. Mush qisqagina vaqtda beshimizdan nima ishlar o'tmadi. Hay, turmush haqiqatan murakkab, sirli, shafqatsiz ekan. U hammamizning oldiga intayin qiyin, mushkul imtihon savollarini qo'ydi. Kimlar o'tib, kimlar qolmadi deysan. Men mo'zoyibni endi tushundim. Rasululloh bir tog'ar tuzni billa yeb yurib tushundim. Danolar to'g'ri aytib ekan. O'zini o'ylaydigan badniyat do'stin jinni yo'lingga tikkan ish yaxshi ekan. Yiroqlardan sho'xshib kelgan o'ynoq tog'si Simon qirg'oqlarni suyib shadamon oqmoqda. Uning mungluq, yaqinliq kuydak larzon sharqirishi, o'nchi chashirtib kuvajishi ikki do'stning qalbidagi qayg'u, hasrat, dard alamlarni o'zining shifoniq eqinda onliq yoqlarga eqitib, uning o'rniga mush munbat tuproq yildiz tartib, dog' urayotgan oyat go'zalligining cheksiz huzurini. Naqshidek sho'x va chiroyli, yo'rib kelayotgan tongdek illiq va jo'shqin turmush manzarasining romantik payzini baxsh etgan edi. Ular ko'ngil g'ashliklarini yo'yib, qalbida umid va shodlik uyg'otgan pok va halol suvning birdan turmanlanib, yengil o'rkash yasishiga. Birdan cho'nqur qaynam hosil qilib, sirli to'lg'inishi qarab, xeyli uzoq jimjit o'ltirdi. Keyin Oqniyoz bir narsa esi kelgandek dangadi cho'chib. Esimda ko'tarilgili tas qopdi, dedi va yanchiqdan bir parcha xatni elib Shavkatga uzatdi. Turg'undan kelgan xat ko'rib boqqan. Bu xat meni bek hayajonlantirgan edi. Shavkatni qiziqdi va xatni qo'liga elib, olmon-talmon ochdi. Do'stim Oqniyoz, sen orqali Shavkatga salom. Bu qatim xatim meni go'yo hech xo'shalliqidek shodlik cho'mdirdi. Shavkat bilan birga tushib avatgan rasmni ko'rib bakma hayajonlandim. Bizning qo'shmoq neg'izdek ayrilmay o'tgan oshi g'amsiz qo'noq chog'larimiz esimga kelib, ko'nglim nihoyat yerim bo'ldi. Turmush degan to'limi g'alita, shafqatsiz narsa ekan. Qarg'ina, qisqagina vaqt ichida biz to'rt do'stning taqdirimiz ning bo'lib ketdi. Biz o'zimizni bir kemaga chiqib, poyonsiz dengizda belli ketayotgan, jinimizdimi, tenimizdimi mangu birga bo'ladigan umrlik do'stlar deb hisoblaydik. Nima ozroq bo'ron ko'tarilib edi. Kemimi, bizmi chaqchakimizdan bo'silib ketdi. Bo'ldilar. Xo'shallik chaqladi bundoq ko'ngilsiz gaplarni yezib nima qilay? Adash, yaqindan beri men biroz oldirash bo'lib qoldim. Kayfim chaq, ishlarim obdan. Texi bir necha oyning oldidan itoatman o'quvchi edim. Endi o'qituvchi bo'lib qoldim. O'ylasam, o'zimning kulgim keladi. Nima ish bo'lganligini qiziqayotamsan. Ansa vaqt bo'lgan. Nahilik planlash atrofida tilmashlik qilib yurib, bir necha boshliq bilan tanishib qolgan edim. Yaqinda ularga tushuntirib, qoyil qilib, yezimizda bir boshlang'ich maktab etishni qo'lga keltirdim. Hozir shundoq jiddiy tayyorlikni qilyapman. Endi yezimizdagi puxta yalang oyoq, qo'llari qasmoq o'smirlarning har xil sabab bilan o'qiy olmay, mangu nodonlikda qoladigan fojialik taqdiri o'zgarmoqchi. Do'stim, bilsam men bu ishni musharga kelibla o'ylashga boshlagan edim. O'qish yeshiga yetgan talay bolalarning namratlik, nodonlik sababidan ko'ngli qorong'ulik petib, yavoyilishib ketayotganligini ko'rib, ichim siyrilib ketgan edi. Esingdimi? Bir qatim Salim apandi bizga bilim o'rganmaydigan odam ziroat bilmaydigan yerga o'xshaydi degan edi. To'g'ri. Ziroat bilmaydigan yerning nima keragi? Undaq yer o'zgigimi, boshqalarga naf bermaydi. O'ylab baqsam, men bu bir chidamas, yaramas narsa. Daha şöyle yerim tügettim. Sferimi taşlap kaçtım.
Endi ko'z oldimda qanqib yurgan aşı gunohsiz notamon bolalarni bo'lsa-mu o'qitib, shu bahonada o'zimni o'qib, gunohimni yuymsam bo'lmaydi. Do'stim, men yaqindan buyon nurg'un narsalarni ko'rdim, nurg'un ishlarni o'yladim. Agar zihn qo'yib qarsam, odamlarimizning ruhi suluq, ular hech narsaga ishonmaydi. Hammaga gumon bilan qaraydi. Atki kundan umid o'zgan, ruhi miyib. Buning sababi nimada? Zodi nimada? Meningcha buning sababi tarbiyamizning yomonligidan. Biz bolalarni kichik vaqtidan boshlab mustaqil fikr qila olmaslikka, ko'nglida gapni ayta olmaslikka, qarig'larcha itoatchan bo'lishga majburlaymiz. Ashir Navoiy 4 yosh vaqtida otasining olim, ulamo va shoir do'stlarining suhbatiga qatnashgan. Ularning ilm, irfon, adabiyot va hayot haqidagi fikrlarini zihn qo'yib anglagan. Biz bo'lsaqchi, bolalarimizni hargizmi cho'nglar bar yerga yo'l otmaymiz. Cho'nglarning gapiga aralashma, adabsizlik bo'ladi deb qo'yamiz. Hamma narsani taqiqlab, cheklab, oxir bolalarimizni mushtak vaqtidan tortibla, ro'yi zaif, tushkun, ishonchsiz qilib qo'yamiz. Bundaq tarbiya ko'rgan bola hech qachon mustaqil fikr qila olmaydi. Xo'shallikni yoki xafalikni birarsiga ayta olmaydi. Radiya berishdan cho'chiydi. Shunda qilib doim birarsining buyruqini kutib turadigan, birovning aqli bilan ish qiladigan qulga aylanadi. Bir necha 10 yildan beri shundaq yaramas tarbiya usuli bilan ruhiy atqa, fikr zaif, aqli noqis qullar tarbiyamiz voyaga yetdi. Qanchilgan kishilar ana shunda xil-xil qo'rqish sababi bilan o'zlarining qimmatlik izzat hurmatini yo'qotib qo'ydi ha. Bizning nurg'un kishilarimiz bola chig'idilar, xo'sh-xo'sh, xo'p-xo'p deb turadigan odatga ko'nib olgan. Ota-onalarmo bolalarining kichik chig'idilar, xo'p, shunda ma'qul deyishini talab qiladi. Oshundaq deyishga usta bolalar har xil yaxshi baho va in'omlarga erishadi. Vaholanki ota-onalar qanday ahvollarda yo'q, undaq emas deyishga bo'ladiganligini yoki yo'q deyishning lozimligini azaldan ko'rsatib bermaydi. Bundaq ta'lim tarbiyaning g'ayri tabiiy yomon oqibatidan har qanday odam buyruq shartsiz itoat qiladigan, buyruq bo'lsa ha deb ijro qilishni biladigan, mustaqil qolisi yo'q mashina odamga yoki itoatning qulga aylanib qoladi. Vaholanki Alloh taolo har qanday insonni hur qilib yaratgan. Allohning hur bandalarini qulga, ruhiy miyib kishilarga aylantirish intayin cho'ng gunoh emasmi? O'zini fikr ham ruh jihatdan ozod his qilmagan odam hech qachon jismoniy jihatdan ozod bo'la olmaydi. Aqniyaz, sen qarab baq. Bizning bolalarimizning nazar doirasi qanchalik? Ularning radioni asla anglaydigan naqsha, saniga qarsa ko'radigan usul. Bizning tashviqotimiz ana shu. Shunga avlodlarimizning qallasida tabiiy holda naqsh usul makoni degan uqum paydo bo'ladi va ularning biladiğini, qiziqadiğini shu bo'ladi. Ular bizning olimlarimizdan, tarixchilarimizdan, yozuvchi shoirlarimizdan, har xil mutaxassislarimizdan xabarsiz. Shunga ularda bu jihatda intilish, qiziqish yo'q. Ular bizning tarixdagi ulug' shaxslarimizni emas, hatto hozir hayot yashayotgan milliy madaniyatimiz uchun to'p yaratayotgan jafokash shaxslarimizni bilmaydi. Uni bilmagachda o'zining tarixi va hozirini tushunmaydi. Do'stim, men sal qaynab qoldim-ku qandaq. Agar sen shundoq to'yilgan bo'lsa, peshimni sal-pal tortib qo'ysang bo'ladi. Ammo men bu fikrlarimni Qumbaq yesida tunji qatim qurilgan 3 sinflik boshlang'ich maktabning tarbiya programmasi qilmoqchiman. Shunmanki, onchiroq bo'lmagan kelgusida cho'qim uni unini ko'riladi. Aldirab turibman adash. Ams xo'sh, xetimning oxirini Abduqodir Bedilning munu she'ri bilan tugatdim. Ko'zing och, nadidur do'zax va jannat. Ishning natijasi mahsuli minnat. Nadiki yomon odat bo'ldi rahmona. Jahannam shundadir, bilib qo'y ammo yaxshilik urqini chassang har yon, jannat mevasini berar begumon. 1962-yili 28-sentabr Qumbaq. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjan xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romani bugun musharda tamomlandi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Bu roman Shinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.